Salom hammaga, sizlar bilan yana Sensei kanali bo'lib turibdi. Bugun ko'pchilik odamni qiynaydigan, mana shu ba'zi odamlar notebook ozgina kuchsiz bo'ladi yoki kompyuter ozgina kuchsizroq bo'ladi, nima o'ynasam bo'ladi deydiganlar uchun men sizlarga Minecraft aniq qilaman. Bu kuchsiz notebook yoki kompyuter bo'lsa ham bemalol sizlarni o'rtacha kачествоda o'ynasanglar bo'ladi. Ikkinchi muammo bo'ladigan narsa uni qanaqa o'tkazadi. Qo'rqadiganlar bor, virus tushib qo'ysamchi yoki u qilib qo'ysamchi, bu qilib qo'ysamchi deb. Shuning uchun men sizlarga hozir rasmiy tiklovchini o'z saytidan o'tkazishni o'rgataman. Hop, birinchi bo'lib biz Google Chrome ochib olamiz. Loboy Google Chrome bo'laveradi. Aynan mana shunaqa Google Chrome bo'lishi shart emas. Yandex yoki Microsoft farqi yo'q. Hop, bu yoqqa kirib Launcher deb yozib olamiz. Mana уже qidirilgan Launcherga kiramiz. Mana rasmiy sayti bo'ladi. Mana shu rasmiy saytiga mana bitta bossak, bitta bossak kiradi. Kirganimizdan keyin Launcher for Minecraftni bosamiz. For Minecraftga kiradi. Bu yerda birinchi narsamiz mana bitta sinyu qo'rsanglar, ya'ni emailni kirgizsanglar bo'ladi. Buning yaxshi taraflari masalan, anaqalar kodingizdan chiqib qolsa yoki bu narsa akkauntingiz nimadir bo'lib qolsa, kirsanglar akkauntingiz o'chib ketmagan bo'ladi. Bu yerda bitta narsa emaillar, masalan, bor emailni kirgizinglar, nimaga desanglar, agar anaqa o'chib ketib qolsa, mana shu email terib kirsanglar, agar yo'q xohlagancha email terib tashlashanglar, bu kirmaydi. Hop, keyin mana downloadni bosib olamiz. Agar Windows bo'lsa mana shuni bosamiz, Windows bo'lsa Windows, Apple bo'lsa Apple, Linux bo'lsa Linux. Hop, mana shuni bosganimizdan keyin mana bitta exe formatda mana bunga tushadi. Biz uni ochib olishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni mana papkalarga kirib turib, zaguskaga kirsak mana shu yerda bo'ladi. Ana o'shani bitta mana mishkan chap tarafini bosib turib, mana bitta вставить bosib turib, bu yoqqa o'tib turib, yana bu yerda mana bitta вставить bossak, o'sha narsa bu yoqqa o'tadi va kirib bemalol o'ynasanglar bo'ladi, qo'rqmasdan, virus tushib qo'ymasdan. Mana bitta nastroykalar, xil skinni olsanglar bo'ladi. Xo'p, agar videomiz sizlarga yoqayotgan bo'lsa, bitta like bilan obunani bosib keting. Biz ham tezroq rivojlanaylik, qishgacha birga bo'laylik. Mana bu yerda skinlar, xil qilsanglar bo'ladi. Xo'p, ikkinchi anaqa sizlar kommentariyada yozsanglar, masalan ba'zilar notebookda yoki kompyuterda Brawl Stars, Standoff 2 yoki PUBG Mobile o'ynagisi keladi. Men o'shani ham Android driver o'tkazishni o'rgatib qo'yaman. Play Marketda xohlagan Android o'yinlarni o'ynasanglar bo'ladi o'shandan keyin. Hop, video yoqqan bo'lsa bitta like bosib qo'yinglar. Xayr, ko'rishguncha.